Demek o'yinimiz boshlandi va nihoyat bugun final o'yini bo'lib o'tadi. Neverland 2ga qarshi Neverland jamoalari qarama-qarshiligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Neverland 2 jamoasi Baxini banqvotdi. Navbat Neverland 1 jamoasiga. Chichi banqvotdi Neverland 1 jamoasidan. Navbat Natanga deyman. Neverland 2 jamoasi Natanni banqvotdi. Navbat qizillarga ikkinchi giroyni ban qilishlari mumkin va u Grok bo'lyapti. Birinchi pik ko'klardan, ya'ni Neverland 2 jamoasidan bo'ladi. With this blade, Lancelot all evil. tanlanmoqda. Eslatib o'taman, streamni tomosha qilayotganlar kачество yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan video o'yin yozib olinyapti. O'yin streamdan so'ng u video YouTube kanalimizga joylanadi. Demak, Neverland 1 jamoasi Arlord hamda Gatovga to'lan tanlayapti. Navbat Neverland 2 ya'ni ko'klarga. I am not the only mission bound. Hamda Hero hamda Powislar tanlandi. Asosan yerni giroylar olishyapti. Kimi adashmasam mid liniyasiga Kimi olindi. Demak, 3-chi giroyni ban qilishadi. Neverland 1 jamoasi bu imkoniyatni qo'lga kiritdi birinchilardan bo'lib. Kadgita ban bo'lyapti. Neverland 2 jamoasi ban qiladi. Xo'sh, men o'ylashimcha, Lesnik Joy bo'lishi mumkin. Yo, Jason Shinagan bu adashdim. Va Joyda tanlasa kerak adashmasam. Reigns tomonidan Joy tanlanmoqda. Yana eslatib o'taman, streamni tomosha qilayotganlar. Bu stream ikkinchi telefon vositachi uchun kачество yaxshi emas, shuning uchun video yozib olinyapti. Streamdan so'ng YouTube kanalimga joylashtiriladi, sifatli kadrlar bilan albatta. Midga Neverland 2 Luna kutyapti hamda Optuniasga yo'q, Romga bo'lsa kerak o'ylashimcha, Iliadga bilmadim. Ruby olinyapti. Neverland 2 jamoasi o'zgacha pik qildilar. Donat qilishni qo'sha olmadim. Stream ikkinchi telefon vositasiga qo'shilganim yo'q. Shu sababdan. Shunaqa bo'lib qoldi. Demak, Obsidian giroy tanlandi Neverland 1 jamoasidan.
Welcome to Mobile Legends. Va nihoyat final o'yinimiz boshlandi. 5 seconds Neverland till the 2 enemy jamoasi reaches the Neverland battlefield. 1 ga Smash qarshi. them. All troops deployed. O'yin starti unchalik qiziq bo'lmaydi har doimgidek. Ammo o'yin 5-daqiqasiga kelganda o'yin shunaqangi yonadi. Birinchi yarpaqagacha 10 soniyadan kamroq vaqt qilyapti. Birinchi repaqa o'yinga qo'shildi va uning uchun albatta hozir kurash bo'ladi. Bu yerda hujum boshlanmoqda. Neverland bir jamoasi tomonidan hujum amalga oshirilmoqda. Helos o'ldirilmoqda. Joy tomonidan Lunox esa De Jong Arlotni o'ldirib ketmoqda. Neverland bir jamoasi o'yin startini o'z qo'liga oldi va Cherepaxa uchun hujum boshlanmoqda. Neverland ikki jamoasi Cherepaxani o'tqolchi. Bu yerda Gatotgacha Neverland ikki jamoasiga hujum qilmoqda. Lancelot o'ldirishga yo'q, bu yerda Arlot o'ldirildi. Lancelot Cherepaxani olib ketmoqda. Ovishdan esa kill u Gatotgacha o'ldirib joy qochish kerak bu yerda va u qochib qutuldi. Neverland ikki jamoasidan yaxshi javob bo'la oldi deb o'ylayman. Endi esa Obsidian'ga hujum ko'ramiz. Ruby hamda Heals'lar ADK liniyasida Phobos bilan Ruby liniya alishdi. Phobos o'yin startida ADK liniyasida Obsidian'ga qarshi o'yin olib borgan edi. Ko'p vaqt o'tmasdan ular liniyani alishib olishdi. Lancelotdan Kimiga hujum, Gatotgacha uni kontrolga oldi va Kimi qochib qutulishga ulgurdi. O'yinni 4-daqiqasiga yetib keldik. Hozircha farmda deyarli farq sezilmayapti. Bu yerda esa hozir Phobosga hujum qilishadi. Arlotdan hujum ko'ramiz. Bu yerda ham navbatga hujum amalga oshirilmoqda. Kimiga qarshi Gatotgacha ham bu yerda va Kimi o'z tomonidan o'ldirmoq Gatotgacha ham o'ldirishi mumkin. Va ultimate bilan qochib qutuldi. Bu yerda esa Phobos yolg'iz Arlot va Joyga qarshi turib bera olmadi va Joy tomonidan o'ldirildi. İkinci yarpaqagacha esa 10 soniyadan kam vaqt qoldi. Birinchisini esa Neverland 2 jamoasi olgan edi. Midda navbatdagi kurash boshlanmoqda. Heals bu yerda qochish kerak. Kimi
uni o'ldirishi mumkin va Ilsen Ultimate Linux ham shu yerda hozircha 3-3. Ruby'ga hujum qilishyapti. Ruby ma'noyi emas albatta. Fovisdan hujum. Gatkiga nisbatan bo'lyapti hozircha. O'yin jamoa a'zolari Meskel Fovisdan kill ko'ramiz va Gatkiga o'ldirmoqchi. Yaxshi ham Ruby ahvoli. Lancelot esa bitta boshdan buzdi va Ruby o'ldirilmoqda. Voy bu yerda Triple kill. Obsidian'dan 3 ta kill bo'lib ketdi. Fovis, Ruby hamda Linux'lar o'ldirildi. Va ikkinchi yarbaqa hozircha Neverland ikki jamoasi tomonidan olinmoqda. Blue team turret has been destroyed. Red team has slain the turtle. Obsidian esa o'zini liniyasidagi birinchi bashnini buzdi. Endi navbat middagi bashniga. Yana bir bora eslatib o'taman, stream ikkinchi kачествоsi yo'q, shu sababdan video yozib olinyapti. O streamdan so'ng o'yin tugagandan keyin Blue team turret has been YouTube destroyed. kanalga sifatli formatda joylanadi. Videoga boshdan bu soat nevarlarga ikki jamoasi bu yerda esa boshdan kurash va kim o'ldirish mumkin, ammo qochib ketdi. Lancelotdan qochdi. Endi bu yerda Gatkiga hujum va ultimate berildi va Linux tushdi va Linux o'ldirmoqda. Bu tomondan endi esa Fovisdan hujum Red team va bu yerda hero Hills o'ldiribdi. has been slain. Hamda Arlot ham o'ldirildi va Obsidian o'ldirilmoqda. Fovis tomonidan endi Joyga hujum qilishyapti. Ruby bilan Fovislar hujum davom ettiryapti. Lancelotda bitta hujum ko'ramiz va kim o'ldirilishi mumkin? Va Rubydan killagan bu. Lancelot orqada qolib ketibdi, afsuski. Sakkiz yetti o'yin tenglikda boshlandi va tenglikda davom etmoqda. Midya navbatdagi hujumdan ko'rishimiz Carlotdan hujum bo'lyapti Rubyga nisbatan. Ruby qochib qotiladi. Fovis ham shu yerda unga yordam keldi. Hills ham yordam beryapti va Gatkidan ultimate bilan qochib ketyapti. Yana Hills o'ldishi mumkin. Joydan ultimate va Hillsga hujum. Hills esa ultimate bilan qochib ketdi. Red team hero has Obsidian been o'ldirilmoqda. slain. Adekalinga Lancelot tomonidan 3-cherpaqa esa o'yinga qo'shildi. Yo'q. Afsuski 3-cherpaqani olishmadi va u Lordga aylanmoqda. Men o'ylashimcha jamoalar finalga xos o'yin olib borishyapti. Tenglikda Red team turret has been o'yinni destroyed. 8-daqiqasidan o'tdi, 9-daqiqasiga yaqinlashyapti. Bu yerda hozir esa Lord uchun albatta jang ko'ramiz. Lordga hozircha tegishayotgani yo'q. Joyga hujum qilishmoqchi edi. Va albatta Joy qochib ketadi bu yerda. Hujumni kim boshlaydi? Lancelot esa Lordni olishni boshlab yubordi. Endi esa albatta Neverland bir jamoasi hujumga o'tishga majbur bo'ladi. Hozircha Lancelot Lordni olyapti. Neverland bir ham yaqinlashyapti. Hozir jang ko'ramiz albatta bu yerda. Jang boshlanmoqda va Ruby o'ldirilibdi bu yerda. Joy tomonidan Lancelot esa Lordni olib ketyapti. Fovisdan hujum ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Hills ahvoli og'ir va ikkinchi tomon o'ldirildi. Fovisdan qochib kelib va u ham o'ldirildi. Lancelotning yolg'iz o'zi. Endi Lancelot hujum yo'q. Linux ham tirik ekan va ular qochib qutula olishdi, ammo Linux ahvoli og'ir va u Killing Kimi Blue team turret tomonidan has been o'ldiriladi. destroyed. Red team hero has been slain.
o'z bilan birgalikda Obsidian olib kelibdi. Lunox yaxshi. Ruby o'yinga tirildi u. Heels ham tirildi. Endi Lancelot Arlotga hujum bo'lyapti. Arlot o'ldiriladi bu yerda. Arlot o'ldirildi. Bu yerda esa Joy Lordni yarim yo'lda orqaga qaytarib o'ldirib qo'ya qoldi. O'yin starti bir xil tenglikda boshlandi, tenglikda davom etmoqda. Farm orasida ham, kill borasida ham, bashni buzish bo'yicha ham o'yin tenglikda ketyapti. Bu yerda hujum ko'ryapmiz. Arlotga hujum, Arlotda mana o'yin zamonida Obsidian Lancelot o'ldirdi. O gadgetdan ultimate berildi va Ruby qochish kerak bu yerda. Arlot o'lmadi. Yo, endi o'ldirdi. Heels'ni o'ldirdi va Heels esa Kemi tomonidan o'ldirilmoqda. Orada Fovis ham o'lib ketdi. Ko'rmay qoldim men o'lganini. Endi mid liniyasiga hujum bo'lyapti hozir. Middiga yo'q. Opga ketishdi. Neverland 2 jamoasi Opdagi boshlang'ichga harakat qilishadi. Midda yana jang boshlanmoqda. Fovis hamda Gatotlar urush olib borishyapti birga bir. Va bu yerda Fovis o'ldirildi. Kimi tomon Gatotga jang ultimate va Ruby ham o'ldirishi mumkin. Va Joy tomonidan navbatdagi kill amalga oshirildi. Orada Lunox ham o'ldirilibdi Joy tomonidan. 12-14 hisob farmning farqli sezilib Lancelot Obsidianga nisbatan hujum bo'lyapti bu yerda. Va Lancelot ham o'ldirildi. Kimini eplar bo'lmayapti. Heels yolg'iz o'zi bu endi qiyin o'yin to'xtatishi. Birinchi o'yinda hozircha o'ylashimcha Neverland bir jamoasi g'alaba qozonishi mumkin va Tron buzilmoqda va Tron buzildi. Demak, birinchi o'yinda hozircha Neverland bir jamoasi ustunlikni qo'lga kiritmoqda. Ko'ramiz endi navbatdagi o'yinlarda kim g'alaba qozonadi. Ikkinchi o'yinimiz boshlanyapti. Xo'p, demak, stream tomosha qilayotganlar bilaman, streamda kачество yaxshi emas va stabilizator yo'qligi sababli qo'limda ushlab turibman. Shuning uchun streamdan keyin kачественный holatda, sifatli formatda YouTube kanaliga joylanadi. Bu uchun uzr so'rayman. Nobod stream o'chib qolishi ham mumkin. Chunki zaryadkam kam ekan. Shuning uzr. Demak, birinchi bangi o'yin tanlanmadi Neverland 1 jamoasidan. Neverland 2 esa Baxini tanlayapti. Va navbatdagi band Chichi bo'lyapti Neverland jamoasidan. Thorns remain. Should Your petals team fall. is picking.
Demak, Lancelot ban bo'ldi hozircha. This land is our homeland. Your team is Birinchi pik. It is in despair that I see the fondest hopes. Birinchi pik Neverland bir jamoasi tomonidan lapu bo'lgan bo'lsa, Neverland 2 jamoasi Natanni oldi. Muscle of iron. Hamda Your team is picking. Gatotgacha olinmoqda. They call me a hero. Yi Sun Shin From falling apart. Neverland bir jamoasi tomonidan tanlandi va navbat Hillsga. Your team is picking. Uchinchi pik hozir Neverland 2 jamoasi tomonidan bo'ladi. Bundan so'ng Neverland 2 jamoasi 3-geroyni ban qiladi. Demak, Esmeralda Your tanlamoqda. team is banning. So'nggi geroyni ban qilish imkoniyati hozir Neverland 2 da bor va ular Bane yoki Kimini ban qilishlari mumkin. Granger ban bo'lyapti. Your team is banning. Hayabusa. Hayya bo'lsa Your ban team bo'ldi. is picking. Jamoalar bir-birlarini juda ham yaxshi bilishadi. Menimcha ko'p o'yin o'tkazishgan. Your team Neverland 2 jamoasi Angelani tanlayapti. Hamda Hills men o'ylashimcha ADKga oldi Hillsni. Uzr. Hellcard. Adashib ketdim. Yana Kimi tanlamoqda. Your team is picking. War never Hamda ends. Alucard. Neither does my determination. Eslatib o'taman, hozircha hisob 1-0 Neverland bir jamoasi g'alaba qozonmoqda. Agar bu o'yinda ham Neverland bir jamoasi g'alaba qozonadigan bo'lsa, ular chempion bo'lishadi. Turnirimizni yutgan bo'lishadi, ammo aksincha hozirgi o'yinda mag'lub bo'lishsa, biz 3-o'yinni ham ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Va u hal qiluvchisi bo'ladi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the Demak, final. battlefield. Smash them! Ikkinchi o'yin. All troops deployed! Neverland 2 uchun imkoniyat comeback bo'lishi mumkin albatta. Yoki Neverland bir jamoasi tomonidan g'alaba qozonilib, mag'lubiyatni qabul qilib olishi mumkin. Bir nima yodingizga solib o'taman, Neverland 2 hamda Neverland 1 jamoalar guruh bosqichida to'qnash kelishgan va unda Neverland 1 jamoasi g'alaba qozongan edi. Ko'ramiz bu safar Neverland 2 jamoasi comeback amalga oshira oladimi? Yoki yana mag'lubiyatga uchraydimi? Buni hozir bilib olamiz.
O'yinni ikkinchi daqiqasi boshlanyapti. Natanga hujum qilishyapti. Yo'q, Hellcatga hujum qilishga uzr so'rayman. Kart imi o'ldirilmoqda. Alucard tomonidan birinchi yerbaga o'yinga qo'shilish uchun 10 soniyadan kamroq vaqt qoldi. Midda hozir hujum ko'rishimiz mumkin. Gatotgacha hujumga o'tdi birinchilardan bo'lib, Kimini ushlash kerak bo'lsa va Kimiga hujum qilishyapti. Kimi qochib keta olsa kerak emas va Angel o'ldirmoqchi Kim tomonidan. Has been slain. Va birinchi Sherif Paxa Neverland bir jamoasi tomonidan olishdi, boshlashdi. Lap esa bu yerda Alucardga hujumga o'tmoqda. Wow! O'ldirildi. Bu yerda esa Gatot uchun hujumni o'ldirmoqda izlarida qochish kerak endi. Qocha oladimi? Yo'q. Yison Shen tomonidan o'ldirildi. Endi Nathan yolg'iz o'zini himoyachisi yo'q. Va Garten yaxshi hujum bo'ldi. To'g'ri hozircha Neuron bir jamoasi oldinda yana Hellcat o'ldirmoqda gazetchining ultimate Hellcatga hujum qilyapti. Hellcat ancha qochib keta oladi. Senga forazni qo'yib yubordim o'ylashimcha. Eslatib o'taman yana bu stream kashfa yo'q, sifatsiz formatda qo'yilyapti. Bunga majburman. Shuning uchun hozir ekran video o'yinimizda yozib olinyapti va kim yurdi Angelonlarga shu vaqt o'zida Gatotgacha ham Gison uchun tomonidan hujum bo'ladi. Xo'p. Sifatli formatda stream tugagandan keyin yana final o'yini yakunlangandan so'ng albatta joylanadi. Sifatli formatdagi YouTube kanalimizga. Midi yana hujum, Gatotgacha hujum qilishdi. Kuchli hujum qilishyapti. Oy, Gatotgacha qochish kerak. Ultimate berildi kim tushadi va Yesunchin va Yesunchin o'zi Gatotgachani o'ldirdi. Natanga hujum va Angela ultimate berish ulgurmadi. Hillsni o'ldirmoqda. 8-1 hisob. Farmda farq sezilarli darajada o'sishni boshladi. Yesunchin esa ikkinchi Cherepahani olmoqda. Reis finalda ham aktiv, yarim finalda ham aktivlik ko'rsatib ikkita o'yinda MVP olgan edi. Finalda ko'ramiz. MVP olib prizni yuta oladimi? Hozir Esmeraldaga nisbatan hujum bo'ladi. Esmeralda hujum Angelani ultimate bermoqda, o'ldiradimi? Yo'q, o'ldirmadi. Gatotgacha ultimate berib va Yesunchin o'ldirmoqda. Boshdan tegdi, lap kirib ketdi, lap qochib ketdi. Yaxshi ulgura oldi u. Endi Hellcatdan hujum ko'ramiz. Natanga o'xshamadi. Oy, bu yerda jangni ko'raylikchi. Hills qochyapti bu yerda. Alucard hujumga o'tdi, ammo Kimi unga yo'l qo'ymadi va Kimidan keldi. Ko'ramiz va Nathan ham o'ldirildi. Hellcatdan kirishimiz mumkin, ammo o'xshamadi, uni uron yetmay qoldi. Hills qo'llab ketmoqda, Angelani ultimate va boshlandagida Hills o'ldirmoqda Angela tomonidan. Angela o'zi esa Hellcat tomonidan o'ldirildi.
Gatushgacha joni ozgina qoldi va Lapu tomonidan Gatushgacha hujum o'tdi Esmeralda unga qarshilik ko'rsatmoqda Lapu uni qo'yib olishga tiyov va Lapu Gatushgachani o'ldirdi. Endi o'zi qochish kerak. Ahvol salgina og'ir. Alukotga bosib o'tdi. Lapu esa o'ldirildi. Red team turret has been destroyed. Uchinchi cherapaxa o'yinga qo'shilib 10 so'mdan kamroq vaqt qilyapti. 13-4 hozircha Neverland bir jamoasi oldinlab ketgan. Farmdagi farq ham sezilarli darajada. Midda hujum. Hakikaten hujum bo'ldi Anjelaga nisbatan va salgina o'xshamay qoldi. Yesun esa buni yakunlab qo'ydi. Anjelani o'ldirdi. Esmeralda hujumga o'tish niyatini qaytdi. 14 hozircha ikkita bashni Neverland bir jamoasi tomonidan buzilgan. Red team turret Va has been Alkorton destroyed. hujumni Yesun o'ldirilmoqda bu yerda. Alkorton Red team hero has been Nathan slain. o'ldirdi. Lapudan esa navbatdagi kill Alkorton bo'ldi. Angela bilan Esmeralda Red hozircha team turret has been yolg'iz qolishdi destroyed. va ular ham ular qochib ketishga ulgurishadimi o'ylashimcha. Hujum davom etmoqda. Jang qo'zg'ash Alkorton esa kill navbatdagi kill Esmeralda o'ldirildi. Uchinchi cherapaxani ham olishmasa yana Lord chiqadi o'yinga. Ular uchinchi cherapaxani yana olishmadi va Lord o'yinga qo'shilmoqda. Midiyasi yana hujum Hellcatdan hujum bo'lishi mumkin va Nathan o'ldirilmoqda. Hellcat tomonidan Gatushgacha ultimate bilan qochib ketyapti. Angela ham qochish kerak bu yerda. Angela esa Alucardga ultimate beryapti va endi Alucarddan hujum ko'ramiz. Men o'ylashimcha demoqchiman, ammo Alucard tavakkal qilib o'tmadi. Vaqt ichida esa Yesun navbatdagi bashnani buzmoqda. Va Lord birinchi Lord Neverland bir jamoasi hozircha Lord navbatda. Alkorton yaxshi hujum va Angela o'ldirdi va o'zi qochib ketolmasa kerak va Nathan o'ldirmoqda. Lord olmoqni Yesun tomonidan hujum davom etmoqda. Bu Lapu hujum davom etmoqda. Yesun ham yordam keldi. Bu Esmeraldadan kill. King'den esa ikkita kill. Yesun Alucardni o'ldirdi. Angela ultimate bilan Esmeraldaga yordamga kelmoqda va hujum ko'ramiz Esmeraldadan. Ammo yolg'iz Yesun hujumga harakat qilgan, ammo bu yerda Helios bor. Helios o'ldira olsa kerak. Men o'ylashimcha Angela ultimate tugadi. Esmeraldadan yaxshi hujum bo'lmadi va Yesun shundan navbatdagi killni ko'rgatib ultimate bu foydasiz bo'ldi. Lord kill liniyasidan yo'q, option liniyasidan harakatni boshlagan. 3-bashgacha yetib borsa kerak men o'ylashimcha. Lapu hujumni davom ettirmoqda. Hujum ketidan hujum Lapu kimiyasiga yorqin keldi va Alucardni o'ldirdi. Navbatdagi kill ham ko'rishimiz mumkin. Gatushgacha o'ldirmoqda. 3-bashgacha yetib keldi. 3-bashga buzilmoqda. Red team base turret has been Hellcat esa destroyed. qochib ketdi, demak. Trongacha yetmoqda. Lord hujum ko'ryapmiz. Tronga hujum o'tdi albatta. Tronga va Angela o'ldirdi. Hellcat tomonidan Tron esa buzilmoqda. Va bu yakun albatta. O'yin yakun topdi. Finalchimiz demak va Neverland bir jamoasi 2-0 hisobida finalda g'olib bo'ldi. O'yin zo'r bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Ikki komandaga ham rahmat. Turnirda ishtirok etgan uchun barcha 64 ta komandaga rahmat etamiz. Albatta vashi super o'yinlar ko'rganmiz. YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Joylangan hammasi jonli efirda yoki yozib olingan holdagi barchasi joylandi. Jamoalarga esa gap yo'taman. Neverland bir jamoasini esa tabriklagan holda
Demi Neverland bir jamoasi tabriklaymiz ularni finalda yutganlari bilan. Turnirimiz esa shu o'rinda yakun topadi. Ishtirok etgan barcha jamoalarga esa yana rahmat aytaman. Ko'rsatgan o'yinlari aql bovar qilmas kambeklarga barcha jamoalarning ishtiroki uchun tashakkur. Va final uchun alohida rahmat. Finalga xos zo'r va super darajadagi o'zgacha o'yin ko'rdik. Va shu bilan turnirimizni yakunlaymiz. Keyingi turnirlarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.